O'zbekiston aholisi sizningcha rus tilini bilish shartmi? Shart. Nahotki? Sabab? Знать надо по-русски. Всем. Ты кармане бабушка, шпионы туда. Я бабушке помогите, я бабушке помогите. Yo'q, shart emas. Nega? Rus tilida gapiraman bo'ladimi? Tush aslo o'ng bo'lmas, o'ng tush bo'lmas. Tush bilan o'ng bilan tush hammasi bir bo'lib. O'zi rus tili ikkinchi til deb qabul qilingan-ku. Boribchi. Bu ertaklaringni katta xolangga aytgin, xo'pmi? Sizningcha shart. Menimcha shart. Bilish shart. O'zingiz rus tilini bilasizmi? Yo'q, o'zim bilaman. Bilmaganimni bilmayman-da, yoshligimdan Shart. Nima uchun? Endi hozir turistlar ko'p O'zbekistonda o'shaning uchun. Shu ko'p ishga men rus tilini bilsangiz oladi. Hozir ham Toshkentda o'zi. O'zbek tilini bilsangiz ko'p javob beradi o'zi. Turga qol bu yerdan tezroq. Har kim o'ziga qarab, lekin majburiy. Nima dedi? Takrorlashga tilim bormaydi.